kinosining birinchi kadrlari. Ular 1908-yilda suratga olingan. Chig'iriq o'lkasi bo'lmish uzoq Xorazmda inson suv uchun kurash olib bormoqda. Bu kadrlarni yaratuvchi Xudoybergan Devonovdir. Xudoybergan Devonov tug'ilgan yili 1879. Kasbi fotochi. Tug'ilgan joyi Xiva shahri. Xudoybergan Devonov kotib Nur Muhammad Devon oilasida dunyoga keldi. Mana u yashagan xonadon. Bu yerda o'z xalqining manfaatini ko'zlaganlar, she'riyat va musiqa san'atiga mehr qo'yganlar tez-tez uchrashib turganlar. Avaz o'tar Komil Devoniy, keyinchalik Hamza Hakimzodaning erksevar she'ri ranglagan bu yerda. Vilhelm Panner va Xudoybergan Panner buva deb atagan. Bundan fotografiya sillarini o'rgangan. Xudoyberganning o'sha yillari olgan suratlari. Yili Xudoybergan rus madaniyati bilan tanishish maqsadida Moskva va Peterburgga safar qilgan. Devonov bu yerdan katta taassurot va ilg'or g'oyalar bilan qaytdi. U Xorazmga 20-asrning mo'jizalari, kino apparat va gramofonni olib keldi. Asr mo'jizasi. Bu mo'jiza orqali ko'z oldimizda eski Xiva jonlanadi. O'sha zamon hukmdoriga qarshi, zulm va adolatsizlikka qarshi kurash olib bordi Devonov. Oqsuyak amaldorlar, xon va beklar hukm surgan davr ziddiyatlarini progressiv shoirlar o'z she'rlarida qoralagan bo'lsalar, Devonov ularni o'z kino kadrlari orqali fosh qildi. Yetish uchun qancha hurriyatparvar kishilar, otashin qalb sohiblari matonat bilan kurashdilar. Devonov o'z zamonasining ilg'or fikr egasi, Xorazm Xalq Respublikasi hukumatining a'zosi.
Devonov moliya noziri. U qayerda bo'lmasin, qanday lavozimda bo'lmasin, hamisha kino kamerasi bilan birga bo'ldi. Birinchi butun Xorazm qurultoyi, yosh respublikaning pionirlari. Bu hujjatda Xudoybergan Devonov 1920-yildan Sof kino, Botinistol kinematografiya jamiyati a'zosi deyilgan. Xorazmga Yo'ldosh Og'imboyevning kelishi. Xorazmda birinchi traktorning paydo bo'lishi. 1928-yili Xudoybergan Devonov ijodining 30 yilligi nishonlandi. Operatorga Xorazm Respublikasining Mehnat ordeni va faxriy yorlig'i berildi.